Men bugun qulupnaylar orasidaman. Chunki ayni kunlarda yurtimizda qulupnaylar mavsumi boshlandi. Lekin qulupnay iste'mol qilishda e'tiborli bo'lmasak sog'lig'imizga jiddiy ziyon keltirishimiz mumkin. Buning sababi esa Qulupnay faqat ruxsat etilgan sanitariya talablariga javob beradigan joylarda, ya'ni do'kon va bozor rastalarida sotilishi kerak. Ochiq havoda, chang ko'chalarda yoki yo'l chetida sanitariya qoidalariga zid ravishda sotish qat'iyan man etiladi. qulupnayning iste'molga yaroqli yoki yaroqsiz ekanligini qanday aniqlasak bo'ladi? Qulupnay tabiiy qizil yoki to'q pushti rangda bo'lishi, yuzasi quruq, silliq, mog'orsiz bo'lishi lozim. Nordon yoki g'alati ta'm bo'lsa, ushbu qulupnay mahsuloti yaroqsiz hisoblanadi va uni iste'mol qilmaslik foydadan xoli bo'lmaydi. Tibbiyot xodimlarining xabar berishicha, qulupnay iste'mol qilib ich ketish holati bilan shifoxonaga bemorlar murojaati ko'paymoqda ekan. Iste'moldan avval qulupnayni bir necha marta toza ichimlik suvida yuvish lozim. Qulupnay ko'pi bilan 1-2 kun saqlanishi mumkin. Bugungi kunda noto'g'ri sharoitda saqlangan va sotilayotgan qulupnaylarni iste'mol qilib, yuqumli kasalliklar shifoxonasiga murojaat qilayotgan fuqarolarimiz ham talaygina. Qulupnay iste'molidan keyin salomatligimizda o'zgarish bo'lsa, bu qanday belgilarda namoyon bo'ladi? Qayd etish kerakki, qulupnay chirigan, mog'orlagan yoki bakteriyalar bilan ifloslangan bo'lsa, ich ketishi, ko'ngil aynishi, qusish va qorinda og'riq kabi belgilar bilan namoyon bo'ladi va bu zaharlanish holatini ham yuzaga keltirishi mumkin. Hurmatli fuqarolar, yuqorida mutaxassis aytgan barcha tavsiyalarga amal qiling. Qulupnaylar mavsumida hech biringiz kasal bo'lmang. Milliy telekanalning Millar dasturi ana shunday foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etadi. Voy bo'ldi. 10 kilogramm qulupnayni ko'tarish o'zimiz ekan, yuzim og'rib ketdi.